Duxovkada kosada sho'rvali somsa tayyorlab ko'rganmisiz? Bugun sizlar bilan shu somsani tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi sut, tuxum, yog', dro'jja, tuz va shakar va admiral oliy navli unlari kerak bo'ladi. Hamma mahsulotni solib oshirma xamir tayyorlab qo'yamiz va oshirishga qo'yamiz. Nachinkasi uchun bizga piyoz kerak bo'ladi. Piyoz bolgarskiy, ya'ni qizil, yashil, sariq xohishga qarab uyda borini ishlatsangiz ham bo'ladi. Hamma mahsulotlarni turburcha shaklda to'g'rab chiqamiz. Qo'y go'shti yoki bol go'shti, agar xohlasangiz tovuq go'shti ham solishingiz mumkin. Hamma mahsulotlarni solib, tuz, murch, ziralar bilan yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimiz oshib chiqdi. To'rga bo'lib olamiz xamirimizni va zuvala qilib 20 daqiqa tindiramiz. Kosaga go'shtlarimizni solamiz. Yanada suvli chiqish uchun pomidorni katta-katta qilib to'g'rab solamiz va kosani ustiga yoygan xamirlarimizni qo'yib, ustiga tuxum sarig'i, kunjut sepib 180 gradusga 1 soatga qo'yamiz pishirishga. Shunaqa yumshoqqina bo'lib, ishib zo'r bo'lib pishib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.